Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, yangi obyektlar bitti. Bu yerda manzilda asl gapini o'tganmiz. Bu yerga tashqarilariga verandaga berganmiz, Alprodan. Panorama oyna qilib, hop bu taraflariga bitta eshik, ikkita rom qo'yib berganmiz. Oynalar 2 qavat bo'lgan. Bonus qilib setga qo'yib berganmiz. Hop mana ko'rinishlari, tashqi ko'rinishlari, eshiklarimiz balkon qanotdan bo'lgan. Hop mana ruchkalar original ruchkadan qo'yib berganmiz. Hop ichkaridan so'raganlar uchun ichkaridan o'tishni yo'naladi mana. Podiyondan qo'yib berganmiz chiroq qilib. Hop klientimiz yana ichki taraflariga endi eshiklarni qo'yib berganmiz. Hop yana kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ayta orasida chiroyli qilib beramiz shunday qilib. Hop eshiklarimiz ochilib yopishlar o'ta ideal holatda bo'lgan mana.